Xorijda ishlash davringizda migratsiya agentligi tomonidan beriladigan imtiyozlaringiz haqida bilasizmi? Bilmasangiz videoni ovozini balandroq qiling. Agar siz murakkab moliyaviy ahvolda bo'lsangiz, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha bir martalik moddiy yordam olishingiz mumkin. Shuningdek, qiyin vaziyatlarda arizangizga muvofiq O'zbekistonga qaytish chiptalari ham olib beriladi. Og'ir kasallik yoki baxtsiz hodisaga uchragan bo'lsangiz, $1000 dan 1,5 ming AQSh dollarigacha tibbiy xizmat xarajatlari to'lab beriladi. Yashash joyisiz qolgan bo'lsangiz, 30 kungacha hostellar bilan ta'minlanasiz. Xotin-qizlar va ularning farzandlari ham og'ir vaziyatda vataniga beg'araz olib kelinadi. Eslab qoling. Zo'ravonlikka uchrasangiz yoki ishdagi huquqlaringiz buzilsa, sizga advokat ajratiladi va xizmatlari uchun shartnomaga muvofiq $3000 to'lab beriladi. Bundan tashqari noqonuniy deportatsiya, jarima, ushlab turish kabi ma'muriy ishlarda ham huquqingiz advokatlar tomonidan himoya qilinadi. Buning uchun siz migratsiya agentligi va uning o'zingiz bo'lib turgan davlatdagi vakolatxonalariga murojaat qilishingiz kerak. Chet elda ishlayapsizmi? Bizni aloqa vositalarimizni doimo yodda saqlang. 1282 qisqa raqami yoki Telegramda orqali 24/7 rejimda. Huquqiy yordam Uzbot orqali murojaat qiling. Vakolatxonalarimiz raqamlarini post ostida qoldiramiz. Videoni xorijda ishlayotgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Balki unga ayni damda yordam kerakdir.